Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi xizmatimizda mana bu ikki turbina bo'ladi. Premier chek yonib qolgan, airbaglar и plus ruchnoy znaki yonib qolgan va bizda eng qizig'i hammasidan ham monitorimizda faqat zadniy chiroq turibdi. Mana zadniy urganda turibdi. Постоянно kameramiz orqali ko'rsatyapti. Hech qaysi buyrug'imizga kirmayapti va zadniy uradigan bo'lsak ham, neytralkaga ham, D ga ursak ham xuddi shu holat turibdi bizda. Xudo xohlasa shuni muammosi bilan kelgan, shularni bartaraf qilib beramiz. И plus lukimiz ishlamay turibdi. Buni ham yechib olganmiz. Xudo xohlasa chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz nasib. Videoni kuzatib borasizlar, like bosishni ayamaysizlar akalar. И plus motorimizda dovushi bor, uni ham xudo xohlasa dovushlarini ham ko'rib qilib beramiz. Xo'p, akalar, mana xudo xohlasa уже mashinamiz bitdi. Mana kalit tanimayapti turibdi. Bosadigan bo'lsak, bittada xudo xohlasa mana zavod bo'ldi. Kalitdan tanish hammasi chotki bo'ldi. Hop, bizda qolgan ish bo'lsa airbagda qoldi. Qolgan joylari hammasi bitta nasib xudo xohlasa. Hammasi go'zal mana. Monitorlarimiz ham xudo xohlasa ishladi. Zadniy urganimizda keyin yonyapti joylari mana. Hop, ma'larimiz ham xudo xohlasa mana shtorkalarimiz ham bittada mana. Shtorkalar ham ishlamayapti. Xudo xohlasa bularni ham ishlatib berdik. Kimda shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, mana bu ikkilada xudo xohlasa propanda ham muammolari bordi. Propanlarni ham xudo xohlasa hal qilib berganmiz, tortadigan qilib. Nasib xizmatlar bo'yicha bemalol o'zimizga Shuhratovda diagnostika murojaat qilaverasizlar akalar.